Bugun nimani ta'riflashni bilmayapman. Lutfi sizlarga qo'yib beraman. Komplektatsiyamiz nimasi sizlarga ko'proq yoqdi? Kravati Chester Trimosa sizlar fikringizni qoldirasizlar. Ukam. Birinchi kravat hashamdorligini ko'rsatamiz. Haqiqiy katta kravat 2.15 ga 2.25 ga joylashadi, lekin matras 2 metrga 1.80. Shifonera hashamdorligini qarang, chiroyligini qarang, jimjimadorligini qarang. Xullas ochasiz polka. Buni ochasiz. Tepada polka, veshilga tegadigan polkasi bor. Xullas bunisichi. Bundan xuddi shunaqa tepada polka, veshilga tegadigan yana bitta polkasi bor. Oxirgisida akam uchun bitta qatori beramiz. Bratan uchun bitta qatori beramiz, yetadi. Menimcha shu kiyim-kechak erkak kishiga yetadi. Xullas endi buni ko'rsatamiz. Tumbuchkalarni qarang. Ham gullarni ko'rsat. Keyin yaqinroqdan ko'rsatib. Ustidagi chiroyli bitta vazan ichida gullar bor. Trimosa. Keyin har kun so'raydigan Chesteri bor buni komplektatsiya. Lekin holatlariga chikki-chikkili bombam bum bo'ladi. Bilasizlarku bu o'zi shunaqa bo'ladi. Eng sifatlarni ulashishda davom etaman. Sizlar meni poddesh qilinglar. Tanishlarga ulashib qo'yinglar, like bosinglar, fikrlarni qoldiringlar. Eng sifatlilarni olib chiqishni davom etamiz. Telegram kanalimda narx-navosi bo'ladi. Salomat bo'lasiz.